Haloyiq, O'zbekistonda yangilik, qaranglar, endi 41-yilda qolib ketgan mana bunday sinchli uylar bo'ladi. Aslo buzishga shoshmanglar. Shunday holatda ustalarga topshirasiz, sizga mana bunday holatda tayyor qilib beradi. Qaranglar, bu nima deganlarga, bu gibga kamin bo'ladi. O'tda yonmas, suvda cho'kmasi bo'ladi. Xohlagan fasoningizga qilib beradi. Xuddi shunday sepasida hech narsa qilmaydi. Bir yilda bir marta bemalol kachillab foydalansangiz ham bo'ladi. Ayamasdan achchiqib bitta tepsangiz ham hech narsa qilmaydi. Qaranglar, tepgan joyda hech narsa bo'lmaydi. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilaverasiz. Bu joyimiz Farg'onaning Rishtondan ekan 1 kvadratini atiga 100 ming so'mdan qilib beribdi. Devorda holatiga qarab 90 ming so'mlik holatlari ham bo'lar ekan akalar. Kimga gipki kaminni o'zi kerak bo'lsa ham 1 kvadratini 60 ming so'mdan olasizlar. Hamma narsasi ichida. O'sha gipki, kley, gruntovkasi bilan tayyor holatda 60 mingdan olsalar bo'ladi. Devor tanlanmas fasad bo'ladi. Ekanimizni kimga qiziq bo'lsa telefon qilaverasizlar. Bizning kanaldan chiqsangiz skidkalar bor. Qaranglar, uyni butunlay ochib yuborgan. Bizning kanaldan chiqinglar, skidkan zo'rlari bor ekan, aloqa chiqaverasizlar.